Assalomu alaykum hurmatli shaharchamiz aholisi, hammalariga xayrli kech. Allohim o'tayotgan kunimiz barakali qilsin, nelardan qismasin, dunyomiz tinch bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz bosh omon bo'lsin, tan joni sog' bo'lsin, barchani xonadonida tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, yurtimizga ko'z tegmasin, yaxshi insonlarimiz safi ko'paysin. Hurmatli shaharchamiz aholisi, biz bugun mahalla 7 lik xodimlari bir nechta xonadonda xudo xolasa mehmon bo'ldik. Ko'p insonni muammosini, misol kerakli yechimini topish mumkin bo'lgan muammolar bilan tanishib chiqdik. Hamda misol bemorlarimiz bilan fikr almashdik, bemorlarimiz bilan gaplashdik. Bularda ichida misol bitta ajablanarli holat aytib berish Ulug'bek juda ko'ndi xalqidan xursandman, borlariga shukr. Shularni xalqning duosi meni saqladi deb O'rinboyev Shuhrat akamiz aytdi. Hozir biz buni rasmini ham qo'yib boramiz, ko'rasiz. Akamiz bilan chiroyli dildan suhbat qildik. Judali sizdan, misol bizdan o'ta minnatdor bo'ldi. Tan joningiz sog' bo'lsin, salomat bo'ling. Bugun ham to'g'risi o'zim bilan bo'lib, o'zim otmay qoldim. Ochiq o'ydan aytib o'taman. Misol ehson bergan opalarimiz bor, kecha ham ehson bergan insonlarimiz bor. Tan jonlari sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, hech qachon kam bo'lishmasin. Siz nimaiki orzu havas qilayotgan bo'lsangiz, Allohim orzu havasiga yetkazsin. Bemorimiz ta'kidlab aytib o'tdilarki, alohida cheksiz rahmat aytaman shaharchamiz aholisiga. Juda minnatdor bo'ldim dedi. Shu insonlarda duosi, meni ko'pda ijobat bo'ladi degan dedi. Shu insonlarda duosi bilan men oyoqqa turdim degan fikrda berdi. Borlaringga shukr. Tan jonlaringiz sog' bo'lsin, salomat bo'linglar, hech qachon kam bo'lmanglar. Aytib o'tishim kerak shaharchamiz aholisi. Biz qancha misol yaxshi amal qilsak, yaxshi ishlarda qilsak, inshaalloh Allohim ajr savobini beradi. Shaharchaning o'zida yomon insonni o'zi yo'q-da. Yomon insonni o'zi yo'q. Inshaalloh biz va'da berganmiz. Yaxshi kunlarda aytib o'tyapman. Yaxshi kunlarda aytib o'tamanki, yaxshi insonlarimizni safi ko'paysin. Qatorimizdan xato bo'lmaylik. Har bitta gapni aytyapsan. Yo'q, har bitta gapni aytib o'tishda emas. Misol ichimdan, dilimdan chiqayotgan fikrlarni aytib o'tyapman-da. Misol nima deyishimiz mumkin? Shaharchada 4000 ta aholi bo'ladigan bo'lsa, 4000 tani birontasi yomon emas-da. 4000 ta aholini birontasi yomon emas. Ulug'aygan kun kelyapti. Misol mana Qurbon hayiti kelyapti turgan bo'lsa, inshaalloh misol ungacha bitta qabristonimizda katta hashar uyushtirishimiz kerak. Misol mana bunda obodon vakillari juda o'z ko'maklari bilan misol mana ilgari kuni ham Qoryapan boshchiligida bitta brigada ayollar kelib qabristonlarimizni juda chiroyli qilib, Absattor akam chiqib oqladi. Yaxshi insonlarimiz chiqib oqlashib, netishib, Doni mana Behruz bolalarimiz chiqib oqlab chiroyli holatga keltirishyapti. Shu Qoryapan brigadasi kelib chiroyli qilib qabristonimizni obod qilib ketishdi-da. Inshaalloh yaxshilik yo'liga. Tan joningiz sog' bo'lsin deymiz, salomat bo'ling deymiz. Bemorlarimizni dardiga Allohim shifoyi komilini bersin. Biz va'da qildik, inshaalloh harakatidamiz. Aytib o'tishim kerak, biz shu qabristonimizga qo'yamiz degan stalbalarimizni puli to'lovini qilib bo'lganmiz. Allohim nasib aylasa, hayitgacha chiroyli qilib stalbalarimizni ko'mamiz hamda imkoniyatga qarab turib chiroyli qilib yorug' holatda olib kelib, ilohim hammani xonadonida avvalambor tinchlik bo'lsin, xotirjamlik, xursandchilik, kayfiyat bo'lsin. Shu qatorda aytib o'tishim kerak, hurmatli shaharchamiz aholisi, men birontalaringni yomon ko'rmayman. Bittas akamsiz, bittas opam, bittas xolam, bittas singlim, ukamsiz. Hammalarni yaxshi ko'raman. Shu bilan men sizga shunday to'g'ridan to'g'ri murojaat qilyapmanki, hurmatli shaharchamiz aholisi, meni ko'ryapti turgan Langarli aka ukamiz bormi? Mindon, Xonbas, Qur'on deb bizni juda gruppada ko'pchilik kuzatib boradi. Men qaysi biringizni ish-istaga yetib bora olmay qolgan bo'lsam, 1000 bor uzr so'rayman. Xursandchilik kunimda farzandlarim mashhur edi, misol Ali edi, Muhammad nabiylarda xudo xolasa xatna to'yda inshaalloh 23-kuni bir piyola choyimizni ichib ketasiz degan fikrda men sizga video murojaat qilyapman. Kelib dildan suhbat qilib, barcha shaharchani aholisi, Langar, Mindon, meni tanigan gruppamda 2500 ta odam bo'lsa, 2500 tadan oshiq odam bo'lsa, meni tanigan insonlarimiz borki, hammangizni shu xursandchilik kunimda yonimda yelkadosh bo'lib, yonimda turib berasiz degan fikrim bor. Nima deymiz? Bemorlarimiz Allohim dardiga shifo bersin, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Biz misol
Shuhrat akamiz bilan 2-3 kadr qilganman. Kadrda hozir videomi davomidami, videoning oxirigimi qo'yib boramiz. Inshaalloh shu insonimizni ham haqqiga chiroyli qilib duo qilib qolasiz degan umiddaman. Hurmatli shaharchamiz aholisi, kuningiz osoyishta o'tsin, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, shirin tushlar ko'ring. Inshaalloh har kuni sizni meni yuzimni yorug' yuzda ko'rishlik Allohimda o'zi nasib aylasin. Borligiga shukr, sizlarga yaxshi ko'ramiz. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat.